yine Arda Xivadamiz. O'zaro ham o'ynab keldik. Hurmatli podpischiklarim, men sizlar uchun yana xudo xolsa bayramlarda aylanib keladigan bo'lsangizlar, Arda Xivani kateri necha so'mga uchib turibdi, mashinalari necha so'mga olib borib ketibdi. Yana hozir ish boladan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sog'lik bilan yaxshi bayramlar bilan aka. Qani necha so'm bo'lib turibdi endi bu? Poni Ardani aylantirib chiqamiz. Krugovoy adam başına 10 ming so'm bor. Hamma yerini aylansa bo'ladi. Aylantiramiz. Sizlar bu kartlarga minaman desangizlar, tashorlarda sharoit bo'lsa, turamiz. Sizlar aylantirib kelinglar. Kelinglar. Yaxshi rahmat ma'lumotlar uchun. Aqllarim men sizlarga iloji o'rta ishtirokini tushgan katerlar uchun ko'rsatdim. Ajoyib o'zgacha bir yerga olasiz. Turkiyaga yana bir joylara sayohatni tamaddiy dengiz bo'yida degan nimalarni iloji boricha gaplarimdan chiqaraman. Shuncha Xorazmda, ya'ni Xivada, o'zlarimizning Xivada joylashgan Arda Xivaga kelsangizlar, ajoyib manzaralarni ko'rib olasizlar. Ya'ni istagan ishchilarim bor. Imom meni katerda uchirib, o'zlari aylantirib keladilar. 8 yaşta kichkinalar ham bor, 7 yaşta kichkinalar. Maktab bolalarida 10-12 yoshda 10 ming so'mdan. Kattalari 25 ming so'mdan odam başı. Aslında adam başına yine sevişkenler, ala bir juft bo'lib minajak bo'lsa, biroz ketgan. İşte bizning kanalda aytib ketsa kelishtirib, Asa Xorazm bozor kanalini aytib kelaverasizlar, xudo xolasa. Xorazm bozor Eko-shopping kanalidan keldik desangizlar, ish og'angizni kelishtirib, taqob beradi sizlarga, xudo xolasa.